Ikki do'st bor ekan. Ular sayrga o'rmonga chiqibdi. Ketaveribdi. O'rmonga qorong'ilik tushib qolibdi. Ular sezmabdi. Keyin ayiq kelibdi-da, birinchi o'rtog'i daraxtga chiqaveribdi. Ikkinchi o'rtog'i nima qilishni bilmay qolib, o'zini yotib olib, o'likka solibdi. Ayiq kelib ikkinchi do'stiga aytibdi, hech qachon do'stingni tashlab ketmagin debdi. Keyin birinchi o'rtog'i tushibdi-da daraxtdan, ikkinchi o'rtog'iga aytibdi, nima dedi senga ayiq, menga hech qachon do'stingni tashlab ketmagin debdi. Do'st achitib gapirar, dushman kuldirib gapirar.